bu seksual xulq-atvorning buzilishi. Ya'ni psixikadagi o'ziga xos bo'lgan o'zgarishlar. Pedofiliya bo'yicha hamma olimlarning har xil qarashlari bor, lekin men agar o'zim o'sha yillar davomidagi yiqqan amaliyotimdan aytadigan bo'lsam, ular kasal odamlar. Ruhiy kasal. Faqat agar biz uni kasal deb qaraydigan bo'lsak, bu kasal ekanki o'zi deb turib davolatmaydi ham va o'sha jamiyatga xavf darajasi yuqori bo'lsa ham ular ochiqda yuraveradi. Namanganda erkak 7 yoshli ota o'z qiziga nisbatan jinsiy zo'ravonlik qilib kelgani Qamoqdan qochgan aniqlandi. pedofil 3-sinf qizni zo'rladi. Buni kasal ekanligini tan olishimiz kerak. Ya'ni pedofiliya bu erkakmi, ayolmi, yosh bolalarga, rivojlanmagan, hali shakllanib ulgurmagan bolalarga bo'lgan seksual qiziqishlar. Bu ham og'ish, juda katta og'ish hisoblanadi. Muammo hammamizniki. Ani faqat psixolog chiqib gapirish kerak emas. Uni har bir ota-ona bilish kerak bo'lgan mavzu hisoblanadi bugungi kunda dolzarb.